Hammaga salom do'stlar, rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Bugun video nomidan bilganingizdek, yangi reperlarga o'z reaksiyamni berib o'taman do'stlar. Men kirishni cho'zib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sразу reaksiya videomizni boshlaymiz. Xullas do'stlar, har doimgidek bilasiz, yangi reperlarga reaksiya qilgan vaqtim Telegramdan reaksiya qilaman, chunki bizni qonun qoidamiz shunaqa. Menga Telegramdan YouTube silkalarini tashlaydi, treklarni YouTube silkasini va men o'sha yerdan bitta-bitta eshitib ketaveraman. Xullas do'stlar, hozir bir boshidan boshlaymiz. Tak, 1 minut. Xullas do'stlar, reaksiya videomizni boshladik va birinchi reperimiz esa Temur FMdan Ko'milgan xotira deb nomlangan trek ekan va videosi bilan birgalikda eshitib ko'ramiz. Tayyormisiz? Let's go. Temur FM. Dayuslayman hammasini o'sha o'zga bir faslni sanga aytgan har bir so'zim yana qancha qiynar mani. Manga yo'q deganda davo aytma, qildim qattiq xato. Mani sevgan yorim bugun boshqasiga qildi ato. Qildim ishon katta xato, tekstlarim qildi nido. Yana sani eslashlarim bugun mana qildi ado. O'sha kundan keyin qara bermading bitta sado. Xudo Bitta narsani aytib o'taman do'stlar, bu bola ham bizni videomizni ko'rayotgan bo'lsa kerak va agar tomosha qilayotgan bo'lsa, bitta maslahatim bor. Bunaqa replar hozirgi Temur 2026 ga kirdik. Foydasi yo'q bunaqa replarni aytishdi, to'g'risi. Agar haqiqat achchiq bo'ladi, ya'ni men negativ deb o'ylamang, men hammani omadini berishini xohlayman. Hamma o'zi xohlagan o'rganiga, o'zi xohlagan planlariga, omadiga, o'zi xohlagan orzusiga erishishini xohlayman, lekin bu yo'nalish yo'q, ya'ni bu yo'nalish yo'q. Foydasi yo'q. Prosta harakat bo'ladi, xarajat bo'ladi. Faqat plus taraf bo'lmaydi, faqat minus bu janr hozirgi kunda. Siyqas chiqib ketgan, to'g'risi. Yangicha narsa qilishini maslahat bergan bo'lardim, yangicha bitlar topsin. Topolmayotgan bo'lsa yozsin menga, men o'zim tashlab beray, lekin unaqa rep aytadimi yo'qmi, u tarafiga men kafil emasman, chunki hammani qulog'i har xil, chunki men boshqacha narsalar eshitaman va hozirgi kunda qanaqa treklar va oxirgi 5 yilda qanaqa, oxirgi 3 yilda qanaqa treklar trend bo'ladi, u narsalarni men aniq qila olaman, aytib berishim mumkin, taxminan. Lekin bu yo'nalish o'lay agar 10 yil qilsangiz ham foydasi yo'q, prosta o'zingizni charchatganingiz qoladi. Eshitib ko'raylik ozgina davom. berib xudo oldi, qora tunda qoldi maro. Bo'ldi tamom deganimda unutilgan o'sha sana, birga yurgan ko'chamizni qarasansiz kezim yana, yurak so'rar yana sana. Men aytaman ketdi ana xiyon. Bu treklaringiz 2014, 2013, 2012larda bo'lganda bo'lardi. Lekin hozir emas. Chunki bu yo'nalish o'zi siyqas chiqib, odamlar diqqatdan qolib ketdi, foydasi yo'q. Yani haqiqat achchiq, noto'g'ri tushunmanglar, meni negativlik qilyapman. Onda xanjar kabi bu duyodan bormi fana? Hayotimni sansiz qurdim, tun kelganda bedor bo'ldim, bir o'tirib tekst yozdim, ko'zlaringni esga oldim, aytolmagan gaplarimni qalam bilan o'yib yozdim, qancha satrlarni bir o'chirib qayta yozdim. Yolg'on tekam qalbing. Yani do'stlar, fikrlarimni aytib o'tdim. Ne interesni yani odamlarga, ishoning, ne interesi. Xullas, keyingi reperimizga o'tamiz. Keyingi reperimiz esa nima deb topiladi? Xullas, keyingi reperimizga o'tamiz do'stlar. 1 minut. Kim bular biladi? Billa, bolalar, nima ahvol bu? Bu maskalarda ahvoli nima bu? Tak, 4 oy oldin chiqqan 52 prosmotrga ega do'stlar. Margo X Solomon. Let's go. Marjigo bo'ladimi? Margo emasmi? Bilaman. Qo'ldagi nima bu? Voy billa. Bolalar yomon narsalar lekin aytib qo'yay sizlarga. Yaxshiyam trek 52 prosmotrga ega. Yana 1 million bo'lib kelsa, boshinglar balodan chiqmay qoladi, aytib qo'yay sizlarga.
harakatlar nima bo'ldi? Ya lekin Margo degan bitta rus reperi ham bor ekan, reperka. Reper qiz. Anaqa 6ix9ine bilan feat qildi. Margo. Ashitdan esimga tushib qoldi. Ashitdan. Bila brat bu qo'lda harakati nima biladi? Yana kamiga bunday qo'yapti. Yuragi yaqin so'rama bilan o'zga guruh chaqiradi Amerika, Turkiya, Rusga drug. Yuragi yaqin ronola bilan o'zga guruh chaqiradi Amerika, Turkiya, Rusga drug. My friend, ronola bir yere yanasa boshlanar zilzila, tortib o'pkiga tutuniz cho'nalanlar. Bitni noto'g'ri tanlabsizlar bolalar. Bitni agar cho'tki bitta bit tanlaganlar edi, bu so'zlar yaxshi, faqat bitga o'tirmay qo'ygan bo'lar. Bit yaxshi bo'lishi kerak. Gezi Fransiya, Maldiva, Antaliya, asfaltga girib mashinalarimiz ochadi krылья 24/7. Bit bilmadim, lekin menga yoqmadi to'g'risi. Bit yoqmadi. So'zlarga gap yo'q. So'zlarga gap yo'q. Harakat qilsizlar, videolarni u yoqdan bu yoqdan chopib bo'lsa ham o'zinglarki bilan aralashtirib narsa qilishga harakat qilibsizlar, lekin gap yo'q. Bu taraflarga okey. Bo'lishi mumkin. Respekt, lekin bit tushmabdi to'g'risi. 6-8dan sezi, damn, I'm crazy. Quruq qushmag'amiz, hecham trezi. Tartib berasam gina nafqachada riski. Yuragi yaqin so'rama bilan o'zga guruh chaqiradi Amerika, Turkiya, Rusga drug. Yuragi yaqin ronola bilan o'zga guruh. Mana bu ko'rsatuvda oti esimda edi-da, chiqib ketdi bu. Angliyada bitta brat ham bor edi. Shunaqa ko'rsatuv bor. Ko'rsatuv emas, tipi shunaqa narsa xullas. Chaqiradi Amerika, Turkiya, Rusga drug. Aytib o'tganimdek, bola treklarni oxirigacha eshitib o'tirmayman, chunki vaqtim ham yetmaydi to'g'risi oxirigacha eshitib o'tirishga. Lekin aytib o'tganimdek, bolalar bu bitni noto'g'ri tanlab qo'yibsizlar, lekin so'zlarga gap yo'q. Lekin bitni noto'g'ri tanlab qo'yibsizlar. Xullas, keyingisiga o'tamiz. Let's go. Tak, nima deyapti? 1 minut keyingi trekimiz Habi Aziya tanlov degan trek ekan va bir oy oldin chiqqan 1300 prosмотрga Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. Doze on the track. Ko'p o'ylayman tanlagan yo'limda qachon yutaman, o'zi harakatni to'xtatmayman, hafsalani o'ldirmayman. Big city in the life. Chitkada muammo bor. Ukam bo'lasizmi, akam bo'lasizmi bilmadim. Ukam bo'lsangiz kerak, endi yosh bolaga o'xshayapsiz, lekin chitkada muammo bor. Shish to'la hayotga so'rab najotga tamiz ishga qo'li solib cho'ntagiga. Yoshlik qoldi orqada 20dan o'tdi yoshimiz, gunoh ustiga gunoh, muammolar o'tdi boshimiz, sinovlarni ketidan nasib bordir ajrim. Muammolar o'tdi boshimiz. Anaqa tez o'qib ketyapti. Biz ko'ramiz hali dunyo ishlarini yaratgan olmasa jonimiz. O'zi yaratib taqdirni peshiniga yozib qo'ydi. Qanchadan qancha to'g'ri deganlarimizni noto'g'riligini, haq degan odamlarimizni nohaqligini. So'zlar yaxshi, faqat chitkada anaqa bor. Oqsoqlik bor. Men ko'rsatib dars qilib berdi bu hayot imtihon oxirat. Oila ila studiyo o'tdi, vaqt yetmayapti daj. Oilam bilan olishtada tabassum ila suhbatga mas'uliyat yelkamda to'la hayotim orzuga ritm ushlamasam go'yo yo'ldek kelajagiga. Kimdandir oldin, kimdandir keyin oq qorani ajratib o'tdi kulli shohudek yoshlikda tarbiya oldik vaqtida oilamni rozi qilish tanlovimda. Kimdandir oldin, kimdandir keyin oq qorani ajratib o'tdi kulli shohudek yoshlikda tarbiya oldik vaqtida oilamni rozi qilish tanlovimda. Naqorat yaxshi.
naqoratga gap yo'q, lekin qolgan flowlarda cheatga Har kuni yuzi soxta kulgu bugun shu kerak nohaqliga yo bardoshim agressiv ichimda odam izlanib kurashib qoqilib keyin turib nasib maqsadgacha o'zimni yo'qotmay boraman hayot xullas direktda eshitdik. Yaxshi, yomon emas, faqat so'zlarga gap issiq sovug'iga aytib o'tganimdek, cheatkada ozgina ishlasangiz yaxshi bo'lib ketadi qolgani. Cheatkani ustida ozgina ishlang. Keyingi trekka o'taman. Keyingisi esa Avezov degan reperdan O'rta yo'l degan trek ekan. O'rta yo'l. Let's go. Tak trek 1 oy oldin chiqqan va 219 prosmotrga ega. Let's go. Look, if you had one shot, One shot. opportunity. Ready come a track. Növəldə başlanadı hər bir işdə bolsa riskə tülmey qalım demə öz yolunda bolsa Lisfasan yolunu polni al benzin polni sal kim söyləsə Mekkəm uşaşıdı yolunda da kan saka Adamlarını gəp süzləri içəm tamam olmaydı yakıb olmaydı Ben də sinəşə etsən hem yakıb olmaydı Koyub versən ki sen içəm dolmaydı Yok hayatta ben də sinə yakıb olmaydı Ponят Zo'r. Boshlanishiga yomon emas do'stlar. Chunki hozirgacha eshitgan reperlar orasidan mana shu bolani potensiali kuchliroq deb tuyulyapti menga. Kede boylama çora bu dostana Yürün yakıl yaşta bosa çıkıp getip keteleni Görün soğularız bosa başka yerden cevabın tapsın Görülmezse bilyenin etsin aksını yapsın Şula dilsin kama ortada otur elde portada Mektep pektep temada meskepim köçmemen ata Flowlarım o'zgaryapti oğlum. Hata etişten korkma hata bak hem adamda Bir suşuydu kolun bir gün başlasan amarvadan Olsun günde tertip ağzına tertip Aytaman lezzeti baslara ületip Şanlaman her dem geledim beni devrim Her bir sözlerimi gelecek kime yiberdim Olsun günde tertip Lekin so'zlarni tushunganimga o'ylayman, so'zlarni tushunmayapman, lekin cheatka yaxshi. Beat bilan o'ta bir-biriga nima desam, uyqoshlar bor, bir-biriga mos. O'sha kayf beryapti menga. tertip Yazaman lezzeti Kallağını metip Bul olmadı derdim Hiç soradı berdim Üstüm adı şerdim Tut gülüm ya da herdem Yolda bana hayalda kim üçündür bay buldu kimle üçün meyaldı günde kolu kalyanda rezultatla meyanda yok da boylama bize hemişe şu rayonda Day Mana hesabını day Dım kıyım bolsa beden git day Bay boy bay Kana sangına bay Kıyınçılık görmeyin tipa gecekle Dubai Kalmadık orta yolda Bomağa o hayalda Kim üçündür bay buldu kimle üçün meyaldı günde kolu kalyanda rezultatla meyanda yok da boylama bize hemişe şu rayon Kalmadık ortada Kıyza yazgandam Yomon emas, zo'r. Mana shunday davom etsa yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman do'stlar, chunki cheatka ham yaxshi joyida, beat ham normal, mix masteringni ham cho'tka qilib qo'ygan. Mana shunday ijod qilsa yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Trekni oxirigacha eshitmadim, sababi qolgan reperlar ham bor, vaqt tig'iz do'stlar. Shu sababli keyingi trekka o'taman. Ma'zur ko'rgaysiz 1 minut. Keyingi trek esa do'stlar Holat degan trek ekan, X Fact. O'tganim yo'q hali do'stim dema ko'rdim sallani mendan ketib berishganing qani mayli yopamiz bu temani X Fact ne lan? Money Productions. X-Fact aylanadi g'ildir tinmasdan ko'chadi san sevgan qiz kimga barini ochadi endi kim bilan osmolladi uchadi soqqani ko'rsatsan uchi yana yechadi ketma gap harakatda ushaladi bari bo'l sof niyatda jamchalik emas sho'xlik ham qilish kerak siqilib bo'lib ketishdan na foyda muomala So'zlar yaxshi, lekin mix master o'lib yotibdi. Yerlarda buni surmayapti ilon. Naf yo'q chiroydan har bitta gapimni yang uchun qo'ydi telefonim to'lqa rejim polyotda nomerimni hamma biladi yodda maqsading yo'lida sira to'xtama Bu beat o'zing zo'ri bo'l biroq cho'tka bitta beat tanlash kerak. Bunga so'zlar yaxshi, faqat cho'tka bitta beat va cheatkani cho'tka qilish kerak.
yeydi, haqiqatdan yeydi, lekin bu shaklda emas. Bu shaklda emas. Bu shaklda yemaydi. Javob. Ularni maqtama Yemaganligi uchun mana 3 hafta oldin chiqqan va arzimagan prosmotr olgan. bir kuni darddayu bir kuni baxtdaman. O'sha gap brat, davay to'xtama. O'zing bilasanmi nima deyotganingni? So'zlar yaxshi, faqat mana shu so'zni bitta uzrepdagi normal reperga bitta bersangiz, qanaqa chetka qiladi, qanaqa narsa qiladi, o'zingiz hayron qolib ketasiz. Lekin chetka o'lib qolgan. Sen bilasan kimmi yo'q. Bilmadim, bu videoda men negativ bo'lib ketyapmanmi yoki do'stona fikr bildiryapman bilmadim. Meni eshitganlar mana shu reperlar balki negativ bildirayotgandir, akam bilan yoqmagan bo'lsa billar deyotgan bo'lishi mumkin, lekin do'stona fikrim bor. Do'stona fikrim. Keyingisiga o'taman. Keyingi trekimiz Firdavsbekdan Sen degan trek ekan. 5 oy oldin chiqqan 14 prosmotrga. Let's go. Sen yuragimda borim sen, sevganim tanho sen, boshimga balo sen, qiynoqli sevgim sen, azoblar bergan sen, telbalar qilgan sen, hayotda baxtim sen, sevdim-ku seni, qiynama sevgim meni. Ozorim sevdim seni, sevaman faqat seni, yagona zahrim meni. Bu trek borku, boya aytgan gapimda. O'sha 2013-2014larda chiqqanda yaxshi edi. Hozir bunaqa treklarga talab kam, to'g'risi. Bu biratan ham men balki tomosha qilayotgandir. Kam, haqiqatdan kam bunaqa treklarga. Talab o'ta kam, chunki bu qolib ketdi-da, bu yo'nalishlar qolib ketdi, to'g'risi. Bolalar janona sandi, yagona sandi degan treklar deyishtardik. O'sha vaqtlari chiqqanda bu trek normal potensialda olardi, lekin hozir qiyin, hozir umuman qiyin. Hozir ishoning yemaydi bu yo'nalish. Yagona zahrim meni. Nega desangiz, chunki do'stlar, industriya o'zgarib ketdi. Vaqt o'tyapti chunki. Har kuni yangi narsalar chiqyapti. Odamlar bilmayman, boshqacha yo'nalishlarda, boshqacha so'zlar xohlayapti. Bunaqa sevdim, kuydim seni, janona, panona, o'ldim, kuydim. Odamlarga qizig'i bo'lmay qoldi, to'g'risi bolalar. Agar bo'lish kerak bo'lsa ham bunaqa janrda bo'lmaydi. Ana kim edi ismi? Sabrimni sen. Menga aytishingiz mumkin, kачество qanaqa, so'zlar qanaqa deyishingiz mumkin. Joy-joyida. Kачество ham chotki, bitlar bangilatyapti, baslar bungilatyapti naushnikda, lekin degan joyi bor, yemaydi hozir. Hozirgi sharoitimizda bu treklar umuman yemaydi, aytib qo'yay. Sanab telbaran qilasan, sen uchun kuyladim, baxtim faqat sensan, bor yo'g'im faqat sensan, sevaman seni. Xullas, eshitdik. Keyingi trekka o'tamiz do'stlar. Men fikrlarimni berib o'tdim. Tak, bolalar, bundan oldin bitta reper trek tashlagan ekan, u videosi ochmadi, YouTube'ga qo'yilmadi. Va keyingi reperga o'tdim. Keyingi reperimiz esa X-Site. Psixman. Xullas, 3 hafta oldin chiqqan 294 prosmotrga. Let's go. Site. X-Site. O'ynadyaksizmi bugun qarab nega tanimadim, sandan zo'raniyam bu shahar baribir tanolmadim. Cho'nta gaplashib kim qolar yoningda, bugun bizni ko'rdi 30 yoshda ham yosh bo'lib hayot kulgan ana brat, bu shahar ko'zingni ochgan yashashor. U yoq bu yoq dedik, lekin trekni dahshat boshliq qo'ydik, jahon bor.
Bu shaharda hech bir ish bitmagandi rahmatga. Xudo bergan boy bo'larkan bog'lumaskan omadga. Orqa desan tezlashmasin bu hayot o'xshaydi farsajga. Bu bekor yurishlaring qari, ertasi yo'q. Bakalashka zarqog'oz, temir eshak ilizyo. Malades. Bilmayman qandaydir bilan bu vibe olib ketdi Maestrekdan. Bilmayman nimagadir. O'rgatgan bu shaharda hech bir ish bitmagandi rahmatga. Xudo bergan boy bo'larkan bog'lumaskan omadga. Orqa desan tezlashmasin bu hayot o'xshaydi farsajga. Bu bekor yurishlaring qari. Chilkalarda ozgina anaqa bor, lekin oqsoqlik bor, lekin oqish yaxshi ketyapti hozircha. Ertasi yo'q, bakalashka zarqog'oz, temir eshak ilizyo. Kim bor dasrabrat bulonani beganasi yo'q, foydasi yo'q. Keyin yig'laganni o'zgar vasi yo'q. Ko'rib kelolmas qanchasi ko'z ochimguncha boyib ketdi. Baribir o'zoga bormadi, haromdan kelgan pul surib ketdi. Chitkada ko'p xatolik bor. So'zlarga gap yo'q. Aytish mumkin boyadan beri so'zlarga gap yo'q, so'zlarga gap yo'q, chitka. Lekin haqiqatan shunaqa bolalar. So'zlar yaxshi yozyapti. Bolalar so'zlarni haqiqatan cho'tka yozyapti. Faqat chitka bor. Bilmayman, bu bolalar o'ziga endi yakkaxon ijod qilsa kerak, balki menga o'xshagan akaxoni yo'qdir yonida. Ukam mana joyini manaqa et, manaqa joyini bunaqa et deyotgan balki inson yo'qdir-da, bilmadim. Lekin so'zlarga gap yo'q. Nafs tortganda qarzga o'ynab yana qimor betdi. Hayot yakun topdi, ertun seksualniy sujetda. Eslatadi o'tmishimni menga yana bu kunlar. Sinuv kelsa boshimga yig'lash o'rniga kuldim. Psixman xuddi atrofim baxtsiz kunlarga to'ldi. Butun umrli bu hayotim menga 3 kunda tuyuldi. Eslatadi kimligimni menga yana bu tunlar. Sinuv kelsa boshimga yig'lash o'rniga kuldim. Psixman xuddi atrofim baxtsiz kunlarga to'ldi. Butun umrli bu hayotim menga 3 kunda tuyuldi. Ventilator bo'lib aylantirib gap har yil ko'rganman o'sha tilu. Bollarni boshini yeganim qabul qilmadi vijdon. O'tganda ham tomodan har gapim boshimdan o'tgan, ob yozmadim havodan. Psixman ilhom kelganda olib dardim qog'oz qalamdan. Raplarim yozdim azart butunni chiqish uchun alamdan. Ko'p marta nolidim go'yo faqat men baxtsiz bu olamda. O'sha moment ko'zim ochildi, har sinovdan tajriba olandi. Eslatadi o'tmishimni menga yana bu kunlar. Sinov kelsa boshimga yig'lash o'rniga kuldim. Psixman xuddi atrofim baxtsiz kunlarga to'ldi. Butun umrli bu hayotim menga 3 kunda tuyuldi. Yaxshi, yomon emas, yomon emas. Menga yoqdi. Yo'nalishi bo'lsin, so'zlari bo'lsin, normalniy, obrazi bo'lsin, o'ziga yarasha klip ham qilibdi. Eng qizig'i. Eng qizig'i o'ziga yarasha klip ham qilibdi. Respekt, o'zi ko'rinishda yosh bolaga o'xshab turibdi. Lekin harakatiga respekt. Harakatiga respekt. Bo'lib ketadi, bo'lib ketadi. Yana ham ustida ishlasangiz yaxshi bo'ladi. Bu meni fikrim. Xullas, bugungi reaksiya videomiz bu yergacha edi bolalar. Sizga mana shu reperlarning ichidan qaysi biri yoqdi, qaysi birining treki yoqdi to'g'rirog'i, buni kommentariyaga yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. O'zingiz ehtiyot qiling, kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang. Yana yangi reaksiya videolarida ko'rishguncha, xayr.